Ma'arif madaniyat uçur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibros, Saudiya, Yevropa universitetlarida maxsus yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. 大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Shekila Asghar。今天我们要学习的是汉字2。Алдыңғы санда біз немені бейхуан үйгініп болдық. Шына ғой, иліғі қандақ езіліші, хансу чхат езішінің керәт тәртіпе дегенде. Бүгінгі бұл дәрісті үйгіні дығынымыз ши, 这个偏旁部首。偏旁部首是非常重要的一个部分啊。Мұшы хансу чхатны яқшы үйгіні дегеніміз дейді екеніміз, çoğun偏旁部首ni білішіміз керек. Нама бұл еді біз әмі偏旁部首ni çıqamıдық. Lekin daim көріліп тұрдыған бір қысым пен-пан бошауланы чықадық. Әмсі мұшылаға бір қарап ұссақ. Біріншісі, 三点水. 三点水. На 三点水, авал бұныки езілішіге қарсаққанда, 点点ti қылып, нама бұл немі білен мұнасуәттікке дейді, су білен мұнасуәттікке, су білен мұнасуәттік. Нама, Мәселен, кейіндегі хатқа қарап бақсақ, біріншісі чияң, чияң, чияң деген дәрия. Дәрияда нем ба? Су ба. Сойы чемеші 三点水. Ішкенжісі хай. Хай деген деңіз. Деңізі нем ба? Әлбәтті су ба. Шөнінкі бұның мұ алдыда 三点水. Үшінші хат хы дейді. Хы деген нем мұ? Еші дәрия. Мауы кішігірек дәрия. Шөнің білән бұның мұ үстіді нем ба? Ига 三点水ба. Нама бұланың әммісі немі білән, су білән мұнасуәтліке. Онда қосы ішкенде сөзге қарап бақсақ, 2点水дейді. 2点水. 2点水неке езіліші 点提. 点提啊. Бұл немі білән мұнасуәтлік, 与冰或寒冷有關. Мұз білән, яки болмаса суғық білән мұнасуәтлік. Бұл деген гәп, Ben məlum bir sözünü gördüm, bunu alıda 2点水 gördüm diyen bolsaq, demek bu xatninki kelip çıkışıda çoxun bulmuşu, soğaq yakimuşu, muz bilen münasibetlik diyen gap. Məsələn, keyindiki xatki qarab baqaylı. Birincisi tonglap qalish. Qanda qoğan çağda tonglap qalıdı, soğuq qoğan çağda tonglap qalıdı. Şunu üçün alıda 2点水 ba. İkincisi冷 tonglaş. Qanda qoğanda tonglaymaz, yeşi soğuq qoğanda tonglaymaz. Üçüncüsü muz, bing, muz деген xat. Nем білән? Muz әсілділам şu тоңлап қаған суғы. Şunun біләn алдыда бәрі 2点水 тоңлап қаған кейіні de su деген xat. Bing. Şuna ғо 2点水. 这是第二个偏旁部首. Anden 草字头, 草字头, 横竖竖, 横竖竖. Нама бұныңки бұл хатныңки келіп чықшыға қарсақ мүші экраны қарап тұрқтық. Бұл еді бұл цаузы тау немені көсіп берді, чөп, от да, бұланы көсіп берді. Бұл хатныңки бұрынғы келіп чықшыға қарсақ, мұндақ қойып тұғы, ашу чөпнің шеклінлам чықырып қойған. Нама чышы цау. Бұл цаузы тау, әгерді мәлім бір хатныңки мүші пен-паң пошосы цаузы тау болып қалса, бұл хат сіләтші немі білен мұнасуәтлік, өсімлік білен мұнасуәтлік. Yedi ösüdüğün, igiz bob ketmeydiğin, aşı yesudu bulduğun bir şey çöpkü oqşaydiğin. Gül deyimiz, çöp deyimiz, bunda seyköktat deyimiz o. Müşlanın hemisininki aldığı nimba, çavcı tov ba. Məsələn, keyindiki xatı qarab baqaylı. Çav, ot. Ot da. Əsildilam çöp qoşu. Hua. Anandaki pingodaki ping. 是不是 almadaki 那个拼也是好 anandaki astığı qarsak 言字旁 点 横折 提 qavatgan shunami 言字旁 bu nima bilan gap so'z bilan munosabatlik endi bu 言字旁niki burunqisiga qarab baqaylik bu yerda bir nima turdi bir eg'iz turdi anda ichib to'g'an eg'iz shunaqo nima bu keyin o'zgarib xat shaklga qaraylik
ustida manda qilib burunqi vaqti jumma o'tirdikisi shu bu xatninki burunqi holati. Munda bir tal xing anan degan munda qilganimiz. Munda bir munda tushibdi-ku, bu nima bu tilimiz, odamniki ma tili. Anan degan og'zimizni munda qilib ochgan holatda, ma ostidagi sizoq nima? Tishimiz. Anan degan munda qilayotganimiz ma inkimiz munda osti. Nima qilamiz bunda qilib turib? Gap qilamiz. Shuning bilan buni bundaq yasak sal murakkab bo'lib ketadigan, o'zgarib hozirgi holatiga yetgan. Degan xing anan degan ostida bir tal kov. Nima bu yana sal qanday qo'latadi deymiz, sal task to'xtadi shunami? Buni texmi qisqartib, degan qiliblam anan degan bunda axlam biraqli qo'shib etdi. Yanzi pang. Odatda çünkü yanzi pang shu nima bilan munosabatlik, gap so'zlar bilan munosabatlik. Masalan, keyindagi shu xatga qarab baqsaq, birinchi shu degan xat, so'zlash degan xat. Ikkinchisi luen degan xat. Luen degan xatning ma'nosi yashamoqda, fikr qilish degan xat. Uchinchisi o'qish. Yashi hammasi shu gap so'z bilan munosabatlikka. Endi ostidagi qarsak, tanrim pang. Asli jin degan odam degan jin degan mundaq yozildi-ku. Bu yerda bir rasm ko'rdikmi? Mundaq tug'an holatda. Najusum shu odamning mushtaq bir shakliga qarta chiqadiq desakmi bo'ladi. Asli ma piyani qisqa qilib qiliblam shu qilyapti. Bu tanrim pang shuning bilan nima bilan munosabatlik deymiz? Odam bilan munosabatlik. Masalan, birinchi xatga qarasak, shu orom elish. Bir odam daraxtning yoniga berib orom oladi. Ko'pincha kim shu biz odamlar orom olamiz? Anan degan ta u odam shunaqa, ni sizmi odam shuning bilan oldi tanrim pang chiqadi. Ondan ostidagisi baogay tou. Nima asir bu marasimga qarsak qanday shu qilib mundaq ekan-ku, burunqi vaqti ma'u. Anan degan barabar o'zgarib mundaq qilib mundaq chiqibdi. Shunaqa. Bu nimaga o'xshaydi ekan? Uyga o'xshamdi ekan. Anken keyinda mundaq qilib ustigimda bir chekit. Chekit burunqi demisdi, mo'risti o'yninki. O'yning mo'risti. Shuning bilan bu xat nim bilan munosabatlik? Uy bilan munosabatlik bo'lib ma'du va gongshi, shu uy, o'rda qatorliqlar bilan munosabatlik bo'lib ma'du. Baogay tou. Endi si dendi ostiga 4 tal chekit. O nim bilan munosabatlik? O't bilan munosabatlik. Burumda ostig'imda o't qo'yib bir tuqib val qilib. Nima si dendi bo'lgan chaqda o't bilan munosabatlik. Masalan, keyindagi xatga qarab baqsaq, chu qaynatish degan ma'noda. Anandagi pang pishirish, issiq. Hammasining ostida ba o't qo'yib bagashga anandagi qaynaydi, anandagi pishidi degandek. Shuning uchun ostida si dendi ba. Endi ostidagi xatga qarsak, shizib bu nima? Mushu yemeklik bilan munosabatlik bo'lib ma'lum va yeyish yoki yemekliklar bilan munosabatlik. Nima bu xatningki burunqi vaqtda qarsak, bunda qilib bir uyning ichiga kirib anandagi bunda bir ustalning ustida yeydigan narsalar, ma ostidagi ustalning puti. Shunami? Anandagi bu xatni yana oddiyroq qilib shuni bilan yana o'zgarib anandagi mundaqlam yemeklik, anandagi miyada mundaq bir o'simlik, anandagi mundaq bir tatib qo'yibdi. Shuning bilan bu yana o'zgarib mundaq kelib, xing kelib, miyaga bir tal yibaydiki bayga o'xshab qoldi ekan. Lekin shuvan qilib yana mundaq qilib qo'yibdi. Anandagi keynidagi ma yana bugungi yeyish degan ma xat. Nima buni piyam-pang bu shovqiga vaqtimizda uning keyindagisi mundaq qilib eng oddiy bo'lib chiqqani. 这是偏旁部首十字旁。那么 mesela bu keyindeki xatga qarsak, birinchisi饺子deki juvav deki jav degan xatda u. Juvavning o'zimi yemeklik qo. Ikkinchisi si. Bu si degan nima? Ilg'i mushu hayvonlarga beradigan yem bor, u yemni silyo deymiz. Nima u mu ashu hayvonlar yeydigan narsa, shuning uchun uning oldida shizi pang bor. Na uchinchi xat fan degan xat. Fan degan bu xatning ma'nosi tomoq. Tomoq nim bilan munosabatlik? Yeshi yeydigan narsa mushu yeydigan narsa bo'lgandan keyin bularning hammasi yemeklik bilan munosabatlik. Yeju shu ma shizi pangni ko'rgan vaqtimizda yemeklik bilan munosabatlik deb bilsak bo'ladi, ha. Unda bo'lsa ostidagisi shu go deganimiz li dao pang.
Lidao pang. Hazır marasından qarab turibdiq, bu xatninki burunqisi mundaq qilib turib. Mundaq. Bu nima desek burun mundaq tik to'g'izib qo'ygan bir pichoq bu. Pichoq, ha. Nima buni hozir qisqa qilib, oddiy qilib shu-shuga ulam qilyaptiq. Nima shu-shuga bo'lgandan keyin bu xat nima bilan munosabatlik? Shu pichoq bilan munosabatlik yoki bo'lmasa shu kesish degan mushtaq bir harakat bilan munosabatlik. Masalan, keyingi xatga qarab baqsaq, birinchisi gua degan xat. Gua qirish. Nima bilan qirmiz? Pichoq bilan qirmiz, ha. Ikkinchisi k o'yash degan xat. Nima bilan o'yaymiz? Shu pichoq bilan o'yaydi. Anan dekinkisi chen, shamshar. Shamshar nima? Shamshar mana shu pichoqqa o'xshash, ha. Shuningga shu lidao pang kelgan vaqtimizda bu shu pichoqlar bilan munosabatli bo'lib mangdi. Andan shuar pang. Ndaq qilib bertal shu shunaq va arda. Bu shuar pang chu ba'zi xatga qarsak bu sol tarafida, yana ba'zi xatninki o'ng tarafida bo'lib chiqadi. Sol taraf, o'ng taraf ikki xil bo'lib mangdi. Shunaq bu xat nereden kelib chiqqan desakchu fu degan bir xat bor. Bundaq pi shu hang zhe hang aniki astiga bir ta shu qilib. Mushu xatdan, yeju shu sol tarafga kelgan vaqtida mushu xatdan kelgan. Bu fu degan bu xatninki asli ma'nosi nima desak tu ilaqa to'ptaq. Tushan to'ptaq. Shuning bilan shu ardov hang nima bilan munosabatlik deymiz? Tağlar bilan. Tağ. Anandikin yer shakli. Tağ bilan, yer shakli bilan munosabatli bo'ladi. Masalan, ash keyingi xatga qarab baqsaq, birinchisi chiye deydi, palampay. Palampay mundaq shaklda chiqadi, usti qarab mangdigan bo'lgandan keyin oldiga ardob hang aykelgan. Ikkinchisi juga ling, bu mushu. Ilaqa shanling degan tağlarninki mundaq xatarlik yerlari bo'lsa ashda deymiz. Anandikin eng oxirgisi do, tik degan xat. Mundaq masalan, mandara xo'sa sal do'ng'ulab mangdi, mundaq xo'sa tik bo'lib ketadi, tik ya degandek. Tik bu mushu ashu na tik bo'ldi, ashu tog' tik bo'ladi. Shuningga bu mushu ardov hang bo'lib mangan, ha. Anandikin buningki mushu o'ng tarafiga kelgan vaqtimizda o'ng tarafiga kelgan vaqtida ejosha masalan tushidagi tu deb mundaq bir xat bor. Mush o'ng tarafida bor ardov hang. Bu o'ng tarafidagi bu nadan kelgan desak, yi degan bir xatdan kelgan. Yi degan oldida ustida bir tal, qov ostida bir tal pa degan xat. Mushu xatdan kelib chiqqan. Bu yi asli ma'nosi nima desak, shahar. U vaqtida mush ardov hang o'ng tarafga kelgan vaqtida nim bilan munosabatli bo'lib mangdi? Shu shahar yoki bo'lmasa mushu yerlarning, joylarning ismi. Unda xo'sama ardov hang, ha. Sol tarafga kelsa tog' bilan, yer shakli bilan munosabatli bo'lib mangdi. O'ng tarafga kelsa nim bilan shahar yoki bo'lmasa joylarning ismi bilan munosabatli bo'lib mangdi. Endi keyingi so'zga qarsak, fanvin pang. Avval bu xatlikka kelib chiqishiga qarsak, ekranda ko'rib turibdiq, dastlabda munda aqlam tushgankan shunaq. Bu xat dastlab tuchu mushu pu deb bir xat bor. Shu xing pi na qilib chu pu degan. Mushu xatdan kelgan, o'zgarib chiqqani pu degan xatdan o'zgargan. O'zgarib bugungi ma'vo fanvin degan holatga yetgan. Burun mushu pu degan bu xat chiqqan vaqtida bu pu degan bu xatning ma'nosi nima desak, bunday yirik holatda urush degan ma'noda chavda. Bu fanvin pangning shu vaqtida ma'nosi nima bilan munosabatli bo'lib mangdi? Shu urush bilan munosabatli bo'lib mangdi va urush bilan. Mushu intayin oz xatlarga mushu keyiniga yana burunqi mushu puni ishlatgan. Masalan, chav, shikchikishdiki chav manda chav. Ashdan keyin yana mushu pu degan xat. Qolgan vaqtida hamisiga mushu fanvin bo'lib ketgan. Bu fanvin bilan munosabatli, urush bilan munosabatli. Endi zhouzi pangga qarab baqaylik. Zhouzi pangga, ha. Zhouzi pang. Bu nima bilan munosabatlik desak? Yutkash. Yun shu bir yerdan yana bir yerga yutkigan vaqtimizda shingdong, harakat.
yetkilishlar bilan munosabatlik. Masalan, bunun keyingi xatlar qarsak, tov qichib ketish. Qichib ketgan chaqda qanday qildi? Mishada turib qichib ketamdi yo jiroq qichib ketamdi. Jiroq ketib qichib ketdi. Shuning uchun buning oldida o'sha zo'ri deyba. Qochidi, qichish bilan munosabatlik-ku, harakat bilan. Yun deganimiz yutkash. Mal yutkash yun xo deganda. Qandoq yutkaymiz? Yerdan miyaga akasak, aningdiki yutkalgan bo'ladi. Shuning uchun yunning oldida zo'ri ham bor. So'ng uzutish. Nada? Xo'sh deb qo'yib uzitamdim. Keyin bilan mengib uzutimiz shunaqo. Shuningga so'ngning oldida qandoq bor? Zo'ri deyba. Naju shu zo'ri ham bo'lsa, bu xat shu yutkash, harakatlanish, mingish qatorliqlar bilan munosabatlik degan gap. Endi qo'ziqon. Endi yo'g'oldan bir qovbilab bunda qorshab qo'ygan-ku. Bu qorshab qo'ygandan keyin bu nima? Shu vey, mana qo'rshash bilan munosabatlik bo'lib mangdi, qo'rshash bilan munosabatlik. Masalan, keyindagi chun chambarak degan xat. Taqlam, chambarak. Qanday o'z chambarak bo'ldi? Butun bir yumaloqning ichiga olsak chambarak bo'ldi. Andan keyin vey qo'rshash. Yeshi avval atrofini qorshib olgandan keyin ichiga andan keyin bunday odam solsak, bu vey bo'ladi. Yuan degan bog'. Qanday o'zi bog' bo'ldi? Yeshi menda biz qorshib olamiz-ku. Qorshilib mana shu bir narsa terimiz, andan keyin bu bog' bo'ladi. Shunami? Shuning uchun buning menda teshida go'zi qon bo'lsa, bu xatmi shu qo'rshash bilan munosabatlik bo'lib mangadi. Endi ti shoupan, hang shu go ti shoupan. Bu xatningki asli kelib chiqsa qo'l degan xat. Pi hang shu go deb. Nima buni qisqa qilib hang shu go ti qilib aytdik. Nima bilan munosabatlik? Shu qo'l bilan munosabatlik. Masalan, keyingi xatga qarsak, la deydi, tatish. La tatish. Nima bilan tatimiz? Qo'lim bilan tatmayman, putim bilan tatmayman, Andan keyin po quchoqlash. Nima bilan quchoqlaymiz? O'xshash. Putimiz bilan quchoqlaymiz, qo'limiz bilan. Nima? Chay uzish. Nima bilan uzdi? Qo'li bilan. Shuning uchun mushu oldida tisho pang bo'lgan vaqtida bu xat mushu qo'l bilan munosabatlik. Endi bu yerda bundaq deydigan bir bolalar bor, Ma'lum, men bu uzishni-chu qo'l bilan uzmay, cho'ki bilan uzsam-chu. U vaqtida bu xatning oldi o'zgaramdi. Burunqi odamlar bu xat bugun paydo bo'lgan xat emas. Bu degan nurg'un yillarning oldida paydo bo'lgan xat, tushunami? Shu vaqtdagi odamlar sizningcha nima bilan uzgandi? Qo'li bilan uzdi. Shuningga tisho pang chiqsa, qo'l bilan munosabatlik bo'ladi. Endi ostidagisi shuang pang. Bir tal odam bo'lsa, dan pang. Ikki tal odam bo'lsa, shuang pang. Bu shuang pang bu xatga qarab baqsaq, bu qanda bo'lib kelgan. Ma rasmga qarab baqaylik. Bunda qarsak bu bir to'rtko'chaga o'xshamdi ekan. Shu to'rtko'cha. Andan keyin ikkinchisiga qarsak bu sal rasmiy bir to'rtko'cha bo'lib ostimda agilishga boshlabdi-ku. Shuning bilan buni mushu pem-pang qilib turib yerimga kelgan chaqda bu to'rtko'cha chiqib chiqarsak sal jixob ketadi ekan. Andan keyin buning yerimi qoldi. Yerimi qilib, bundaq qilib, mundaq qilibdi-ku. Shuning bilan buni rasmiy xat qilib biz akaga vaqti bugungi kunga kelgan chaqda qanday bo'ldi? Piye shu bilan lam tushdi. Bu to'rtko'cha bo'lgan ekan. To'rtko'chada nima ish qilamiz vaqtdoshlar? Mangimiz. Shuang pang mingish bilan munosabatlik. Shuang pangni ko'rsak, ikki tal odam bo'lgandan keyin odam bilan munosabatlikmi demaymiz-a? Shi mingish bilan munosabatlik. Mingish bilan, unda bo'lsa, yana birsiga musha harakat bilan munosabatlik bo'lib mangdi. Mingish, ya'ni harakat. Keyingi xatga qarsak, shin degan xat, mingish degan ma'noda. Ching shu uzun yo'lga qarab mangan vaqtimizda yana shu ching bo'lib buni. Tu deganimizmi, shu piyoda manganni tu deydi. Nima? Ammasi qandaq mingish bilan munosabatlikka. Endi ostidagi shu shin pang, shu rahot dendi. Bu qaysi xatdan kelgan? Shin, yurak degan xatdan kelgan. Bu yurakdan xatdan kelib bu qadim qiluvchi nima deb o'ylaydi desak, odamningki shu yurki, odamningki shu xiyolini belgilaydi deb, tizginlaydi deb. Hozir biz bilamiz, bizningki harakat xiyollarimizni tizginlaydiganimiz mingimiz, ta'no. Lekin burunqilar nimasi shu ko'ngil odamning yurki deb biladigan.
Hozirmi bir xil ko'nglim yerim deb bir xil mesela ko'nglimiz yerim bo'lsa yurak ag'riyotdi deb qo'ymiz-ku. Amaliyotda yurak ag'rimaydi. Shu ashta his qilamiz. Nima shuning uchun bu shoshing pang chiqqan vaqtida shu nima bilan hissiyot bilan munosabatli bo'lib mangadi va ko'ngil hissiyot bilan munosabatli bo'lib mangadi. Ha, unda bo'lsa astidagisiga qarsak, juzi tov. Bu juzi tov nim bilan munosabatlik. Juzi tov avval men rasmga qarab baqaylik. Bir bambukning rasmi ekan-ku. Shuning bilan mundaq qilib bu bambuk chiqdi. Asta-asta o'zgarib bu yoqda ju degan xat chiqdi. Endi buni ping-pong bu show qilamiz desak, xatning bir qismi qilamiz desak, shuning bilan ping den bo'ldimi? Bo'lib, shu eng oddiy holat keldi. Bu xat nimadan kelibdi? Bambukdan kelibdi. Demak, shu bir xatning ustida juzi tov bo'lgan bo'lsa, bu narsa bambuk bilan munosabatlik degan gap. Ha, endi tishu qaysininga keldik? Fan chuan pangga keldik. Fan chuan pang. Nima fan chuan pangniki mana shu xatniki burunqi kelib chiqishiga qarab baqaylik ya. Bu mana qarsak mındaq bir qilib, andan keyin mındaq tushib, aslida mındaq bir kichik puti bor ekan. Buni mana yantoq qilib qo'ysak, bu bir putga o'xshaydi ekan-ku. Nima yana bir qarsak, andan keyin ikkinchisiga kelgan vaqtida bu mındaq bir tal beshi ulab, mındaq qo'sqiq ulab, keyiniga bir tal quyruq qilib qo'yapti. Nima anan keyiniga qarsak, buni mındaq bir jaza, xing shu qiliblam, keyiniga mındaq qilibdi, keyin mındaqlam ketibdi bu. Andan keyin yana keyiniga qarsak, bu bir xing piye, den bo'pti. Den. Bu nima xat? Bu chuan degan xat. Bu chuan degan nima degan ma'noda? Ishit degan ma'noda. Ishitni chuan deydi. Shuning bilan buni biz ping-pong bu show qilgan vaqtimizda mundaq piye, anaki vango piye bo'lib mangdi. Bu fan chuan pang bir xatninki oldida shu fan chuan pang bo'lsa, bu nim bilan munosabatlik deymiz. 就是跟这个走兽动物mangdigan hayvonlar bor, ashlar bilan munosabatlik bo'lib mangdi. Hammasi amasa, lekin fan chuan pangni ko'rsak, tayinga 就是什么呀？跟这些动物 mustaq hayvonlar bilan munosabatlik bo'ladi. Lekin hamma hayvonning oldiga shu fan chuan pang keladi degan gap emas. Ha, shu masalan bu yerda misolda nima chiqibdi? Lang, bo'ra. İkincisi go, shit. Shir. Hammasi ashtaq mangdigan mundaq hayvonlar shunday-ku. Ha, endi astidagisiga qarsak, nima ekan? Jingzipang. Qanday yozamiz? Pi hang shu ti qilib. Jingzipang. Bu xatninki burunqi kelib chiqishi oltin degan xat bor, jing degan xat. Ashdi. Nima hozir shu ping-pong bo'lgan chaqda ma bo'ldi. Bu nima bilan munosabatlik desak, jingzipang bo'lgan chaqda bu xat metall bilan munosabatlik bo'lib mangdi va metallar bilan munosabatlik. Masalan, keyingiga qaraylik, gong, po'lat. Metal emasmi? Metal shunaqo. Anandikin tiye, temir. Bu metal. Anandikin ling deydi. Ling degan qo'ng'iroq. Qo'ng'iroqni nima deb yasaydi? Yeshi aşı metallar orqali yasaydi. Shuning uchun oldiga jingzipang kelgan chaqda bu xat metal bilan munosabatli bo'lib mangdi. Ha, endi astidagisiga qarsak, jiaosipang. Jiaosipangniki burunqi vaqtiga bir qarab baqaylik. Bunda qilib anaki o'tirdi ishkital kovga o'xshaydigan. Anan keyin mundaq qilib qo'yibdi. Shunami? Andan keyin o'zgarib mundaq qopdi. Anan keyin yana o'zgarib bu shu bo'lib mundaq bir igi kov, anan keyin yana shu, yana bir tal kov mundaq bo'libdi. Anan keyin yana keyinga o'zgarib mundaq qilib astiga bir tal kichikka o'xshash bo'lib, bugungi kunga kelgan chaqda Piedro anan keyin juji asti kichikni ti qilib o'zgartiribdi. Jiaosipang. Bu nima bilan munosabatlik desak, jipek. Burunqamda si bilan munosabatlik.
Maarif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibros, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy maarif maslahat markazi.